2026 yilgi Chevrolet Agile modeli zamonaviy dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan ajralib turadi. Bu avtomobil shaharda ham, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Yangi tashqi ko'rinish yanada sportiv va aerodinamik shaklga ega oldi. Panjara keskin chiziqlar bilan bezatilgan, faralar esa LED texnologiyasi bilan jihozlangan. Bu esa tungi haydashda aniq ko'rishni beradi. Ichki qism keng va ergonomik bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Sensorli multimedia tizimi smartfon bilan tez ulanish imkonini beradi. Ovozli boshqaruv funksiyasi esa haydash jarayonini yanada osonlashtiradi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan bo'lib, avtomatik tormozlash, yo'lni kuzatish va parkovka yordamchisi mavjud. Dvigatel samaradorligi yuqori bo'lib, yonilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Yangi uzatma tizimi silliq va tezkor harakatni ta'minlaydi. Bu esa haydash zavqini oshiradi. Shassi va suspenziya tizimi notekis yo'llarda ham barqarorlikni saqlaydi. Bagaj hajmi kundalik ehtiyojlar uchun yetarli bo'lib, oilaviy foydalanish uchun ham mos keladi. Avtomobilning umumiy konsepsiyasi amaliyot va zamonaviylikni birlashtiradi. Ushbu video orqali siz 2026 Chevrolet Agile haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Barcha yangiliklar, dizayn va texnologiyalarni bir joyda ko'rishingiz mumkin. Kanalimizni kuzatib boring va Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga eng so'nggi avtomobil yangiliklarni taqdim etamiz. Kelajak avtomobillari haqida ko'proq bilishni istasangiz biz bilan qoling va har bir yangi videoni o'tkazib yubormang. Bu model o'z sinfida muhim o'rin egallashi kutilmoqda va avtomobil ixlosmandlari uchun qiziqarli tanlov bo'lib xizmat qiladi.